Assalomu alaykum, Farg'ona Begimiz kanali a'zolari. Mana begimizlarimiz elab, mana tagiga material solib, elab qoplab, nima qildi, yana qoplarni tikdik. Bu Bahodir aka, Farg'onalik akani nimasi qoplari, shunga eksportga tayyorlab nima qilib beryapmiz. Shogirdlarimiz mana begimizlarimiz qoplangan salafanli qopda mana tayyor. 50 kilo, 150 kilo, yarim kilo, 600 gram qilib qo'shib nima qilingan begimizlar. Hammasini shunaqa qilib chiqdi. Eksportga ham xudo xolasa yo'lga otilib qoladi. Mana qolgan bu reaktorimizdagi 3-reaktorni 2-reaktorga elab nima qilib qo'ydik begimiz. Endi qop olib kelsa, mana qoplab yuboramiz endi. Bu ancha qurib qoldi ama 1-2 kundan beri 2 kun bo'ldi. 2 kundan beri qoplash jarayonida biz deydi. Kilosiga to'g'rilab, mana endi tikadigan apparatlarni ham olib keldik. Tikib nima qilamiz? Albatta biz eski oldingi o'tgan yilgi begimizlarimiz qolgan edi. 500 kilo, 1 tonnacha bor, xudo xolasa. Mana endi hozir 102 ta qoplab 5 tonnani tayyorladik. Shu 5 tonnani beraylik. Xudo xolasa o'tsa, keyin qolganini yana qoplab berib yuboramiz. Mana begimizlarimiz. Mush bo'ladigan joyda suv nimasi normalniy nami. Xudo xolasa sharmanda qilmas. Umiddamiz. Salomon qoplab tikib olsa bo'ldi. Bugun mashinaga nima qilib berib yuboramiz. Toza begimiz. Bitta mana kecha olib solib berdi. Ana begimizlarimiz shu tepasi ancha qurishib. Endi qaytadan yana ishlarni boshlaymiz-da. Montajlar to'g'rilab, go'ylar solib xudo xolasa. Maytda ham bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 3 tonnacha bor. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun 15-mart 2025-yil.